Biz har kuni sizlar bilan pul yo'qotyapmiz va bunga hech kim javob bermaydi. Qanaqa deysizlarmi? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Faraz qiling, siz 3 yil oldin yastig'ingiz tagiga rovni 100 million so'm qo'yib qo'ydingiz. 1 million so'mingizni 3 yildan keyin eslab olasiz, uch pochkani chiqarib olasiz. Pochangiz ochilmagan, hech kim undan bir so'm ham olmagan, lekin qanaqadir qilib shu 100 millioningiz 75 millionga aylanib qolyapti. Bu qanaqasiga, nimaga? Qaranglar, faraz qilinglar, sizlar 2023-yil mana 100 millioningizga 10 ta iPhone oldingiz. Lekin hozir siz atiga xuddi shu pulingizga, xuddi shu 100 millioningizga atiga 7,5 ta iPhone sotib olasiz. Nimaga unaqa bo'lyapti? Bizning pochkamiz tegilmadi, 100 million, hali ham 100 million bo'lib turibdi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu yerda bizning mazamizni inflyatsiya qochiryapti. Inflyatsiya o'zi nima degani? Qaranglar, 100 millioninglar hali ham 100 million bo'lib turadi. Bu o'zgarmaydi. Pochkangiz ochilmagan, lekin 75 million tushib qoldi. Nimaga? Chunki tan narxi o'zgaradi. Inflyatsiya bizda 2023-yilda 9% bo'lgan. Undan keyin 2024-yilda ham uncha ko'pga tushmagan, chunki bizda svetdan gazga naloglar oshib ketgan, ya'ni 7% bo'lgan. Undan keyin mana endi to'g'irlanyapti, 5,5% ga tushyapti. Jami matematik hisoblaydigan bo'lsak, birinchi bo'lib 100 milliondan 9% yo'qotyapsizlar. Keyin chiqqan sondan yana 7% yo'qotyapsizlar. Keyin chiqqan sondan yana 5,5% yo'qotyapsizlar. Jami 25 million yo'qotayotgan ekansizlar. Shunaqa pul yo'qotmaslik uchun nima maslahat berasizlar? Fikrlarni izohda qoldiringlar.